salkam 1,5 metr tepalikdan chuqur qazib olamiz. Ko'chat ekishga. Chuqur taxminan qancha chuqurlikda bo'lish kerak? 1,5 lapatga bo'yi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Holatga qarab. Keyin bitta bodomni o'zi emas, boshqa ko'chatlarni ham shu ustida eksa, xudo xolasa. Shu bilan ko'klaydi. To'g'ri. Shu bilan bir qatorda bitta savol. Xo'p, ba'zi bir joylarda kovlaganda, boshqa qilganda salafan qolib ketadi. Ana salafanni ko'pchilik oladi, olmaydi mana bunaqa salafanlarni. Xo'p, qolib ketsa nima foyda ziyoni bor, olib tashlasa nima foyda ziyoni bor? Qolib ketsa, kerakli tomirlar o'zidan yo'l chiqara olmaydi. Salafan dimlab qo'yadi ya'ni. Keyin ko'chatda o'zidagi tomirlarni ham chirish ko'paytirib yuboradi. Yo'q. Uzoq bormaydi. Tomir otmagandan keyin shamol har xil talofatlarda yiqilib siz kutgan natijani yo'qotasiz. Bunday qilib tomirda shunday kesiladi. Sababi bu yerdan 2 ta 3 ta tomir chiqadi. O'shani hisobiga tomir ko'payib, ko'chat mahkamroq o'rnaydi. Mana 1 yillik ko'chatimiz, xudo xolasa mana nishonlagan. Xo'p. Yildan keyingi nishoni bor. Yo'q, yana bir narsa aytilyapti. Ba'zi bir joylarda hamma ham bir xil emas. Payvandlangan joyni ajrata olmayapman, bozordan olgan bodomimni deyapti. Nagli ko'rsatib qo'yilgan joyi bormi o'sha narsa? Nagli ko'rsatib turadigan joyda mana bu yerlarda bor. Ikkita payvandda mana yerdan chiqadi. Ikkita payvand. Iskana payvandda mana bu yerdan chiqadi mana. Mana bunday chiqadi. Bo'ldi. Bu qiyshiq payvand deyiladi. Bu po'slog'iga yopishtirib qo'yiladi. Iskana payvandda mana bu tomonda shunday chiqadi. Tepasidan bo'rtgan bo'ladi bu. O'zi endi rosa bilinib turar ekan mana bu joyda. Qiyshiq payvandda mana bu yerdan kesilganda po'sqalog'i archilgan, mana uni po'sqalog'ini bu yerga qo'yib turib, po'sqalog'ini bir-biriga yeyishtirib o'rab qo'yilgan. Sababi iskana payvanddan ko'ra bu qiyshiq payvandda tez amal oladi, tez o'ziga birikishib ketishi oson bo'ladi. Tushunarli. Keyin payvandlangandan keyin mana bu yerdan eski bodomdan chiqadigan yoki qaysi ko'chat bo'lsa ham eski ko'chatdan chiqadiganini olib tashlash kerak. Radnoy shoxchalarni olib tashlanadi. Sababi bu yerda tarbiyalamaydi-da, pastdan chiqqanda tarbiyalaydi. Oziqqa kamroq borib qolishi mumkin. Yo, o'ziga qabul qiladi yoki quritib qo'yadi-da, pastdagini tarbiyalaydi. Demak, taydan chiqqanni bitta qo'ymay olib tashlash kerak. Shunday. O'shani hisobiga ko'pchilik xato qiladi. Yo'q. Xo'p, demak, noyabr oyining oxirlarida bemalol ko'chat eksa bo'laveradi. Shunday. Bodom. Demak, bering. Xo'p, zax joyda suymas ekan bodom, boya aytganingizdek. Quruqroq joy bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Gap yo'q. Suv kam boradigan joyga ekilsa yaxshi bo'ladi. Yarim turpoq sovolinar ekan, yarim turpoq, keyin suv quyiladi. Bu suv o'sha tashlangan tuproqni loy qilib olib qoladi-da, tomirni o'zida yaxshi qisib qoladi. Tushunarli. O'rnashi ham oson bo'ladi. Demak, mana payvandlangan joy tepada qolish kerak-a? Hop, bu joyda ba'zi birlar ko'moradi, keyin mana surx aynishiga ham sabab bo'ladimi? Hosil aynishiga ham. 50-50 bo'lib qoladi-da. Demak, hali payvandlangan joy ko'milib ketgandan keyin. Shunday, siz kutgan natija bermaydi. Natija bo'lmaydi. Hosilda ham, sortda ham. Kerakli ma'lumotlar bo'lsa, mana shu ekranda ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilib, ma'lumot olishlari mumkin. Qo'l bilan oyoq bilan tepkilab izvarish etmasa, oyoq bilan qo'ysangiz tomir ochishda qiyin bo'ladi. Qotib qoladi-da, tomir ketmaydi. Qo'l bilan ezib qo'ysangiz yetadi o'sha. O'shani o'zi yetadi, yumshoqroq bo'ladi, tomir ochishga osonroq bo'ladi. Gap yo'q. E'tibor uchun rahmat, gap yo'q. Yo'llaring sog' bo'lsin, qadrdonlar.